Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Dunyoviy mashhur asar Kalila va Demina. Avtori Obul Hasan Abdullah Muqaffa. Hijriya 1130-yili, milodiya 1717-yili Qashqar hokimligi Imom Muhammadning tavsiyasi bo'yicha Molla Muhammad Temur bu kitobni Faris tilidan Uyg'ur tiliga tarjima qilib, bu kitobga Asari Imamiya deb qo'shimcha mavzu qo'ydi. Molla Muhammad Temurmo nihoyat fasohatli til bilan ijodiy tarjima qilib, kitobga yangi libos kiygizdi. Umuman aytganda, bu kitobdagi masal va cho'chaklar qo'ldorlik va feodallik jamiyatlarida vujudga kelgan. Aslida buni ijod qilguvchi asosiy jihatdan qo'ldorlik va feodallik jamiyatlaridagi ezilgan xalq ammasi. Mazmun jihatdan bu masal cho'chaklarning bosh qahramonlari ko'pincha uchar qanot va hayvonotdan iborat. Lekin ularning fikr tuyg'ulari insonning fikr tuyg'ulari. Tilimi insonning tili. Bu uchar qanot va hayvonot amaliyotda insonlarning timsollaridir. Hozirgi tilimizga o'zlashtirib nashrga tayyorlag'uvchi Hoji Ni'matulloh Abaydulloh. Hikmat so'zlarining o'zaro bog'lanish qoidasi bo'yicha tuzilgan kitoblardan va nasihat siyoqini ifodalash usulida bitilgan risolalardan biri Kalila va Demina degan kitobdir. Bu kitobni Hindi olimlari o'ziga xos usul bilan ratlab, hikmat bilan yo'g'irib, uningga nasihat, hikmat va chaqchaqlarni qo'shib yozib chiqqan. Donalarning uning haqiqatidan lazzat tepish niyatida mutolaa qilishi va nadonlarning uning afsonasidan bahra olish maqsadida o'qish uchun, ya'ni kishilarga ta'lim berishni va ularning tabiati, maylini nazarda tutib, so'z surtini afsona tariqasida sizib chiqqan hamda vahshiy hayvonlar, charpaylar va qushlar tilida turli hikoya rivoyatlarni bayon qilib, ularning zaminga rangarang, foydali hikmat va nasihat durdullarini chashqan. Qisqasi, bu kitob sir asror daraxtlari, kishilarning nafs ishtiholarini qo'zg'aydigan gul-chechaklarning tuslari bilan bezalgan. Gulzorlarning atrofini hech qanday ko'z ko'rib boqmagan, hech qanday quloq anglab boqmagan go'zal gullarning bo'ylari bilan xushburoqqa kirgan hikmat beg'idir. Bu kitobning asli ismi Kitobi Kalila Demina edi. Bu kitobda bayon qilingan hikmat ilmi insonga hayotning qoida yusuni va qiladigan ishlarining chora-tadbirlarini bildiradi. Bu hikmat ikki qism bo'ladi. Uning birinchisi har bir kishiga alohida zarur bo'lgan hikmat bo'lib, u poklik axloqi deb ataladi. Buningda kishining xuy-paylidagi poklikni bayon qiladi. Ikkinchisi jamoat bilan muomala qilish ishlarida lozim bo'ladigan hikmat bo'lib, bu mu ikki xil bo'ladi. Buning biri mahalladorchilik, qo'shnidorchilikda yoki uyda uchraydigan har xil muomalalarda lozim bo'ladi. Shunga bu manzil tadbiri deb ataladi. Yana biri bo'lsa, shahar viloyatlarda va iqlim mamlakatlarida lozim bo'ladigan hikmat bo'lib, siyosat deb ataladi. Bu kitob yuqorida bayon qilingan 3 xil hikmat ilmining keyingi ikkisining ba'zi foydalarini o'z ichiga oladi. Hikoyalarning asli kitob bo'yicha Roy va Barahmanning savol-javobi tariqasida yozib chiqqan. Har bir bobdan ilgari asli hikoyadan ayrilib turadigan so'z beshi o'rnidagi bayonlarni qo'shib qo'yishni lozim topgan hamda so'zga zinat bo'lsin uchun shu joyga loyiq keladigan oyatlarni kirgizib, so'z javharlarini she'r go'harlar bilan zinnatlagan. Yazar har kimiki u bo'lsa aqlliq, asar nazmisiga she'rni yiqimliq, o'qib topqay kishi ko'ngli halovat bo'lib tan topqanidek istirohat. Tuvanda sizlarga mushu kitobdagi bir qadar qisqa ham ma'nilik bo'lgan bir qarg'u yo'lovchining hikoyasini huzuringizga sunmoqchiman. Bir qarg'u bilan bir kishi birlikda safarga chiqibdi va qosh qarayganda bir manzilga kelib tushib, kechasi shu yerda qo'nibdi. Ular atsi adigini taxassubihi yurmagan vaqtda yo'lga chiqmoqchi bo'lib atlanibdi. Lekin qarg'u qamchisini izlab topolmabdi. Shu joyda sovuqdan to'nglab qolg'ili tas qolgan bir yilon yotgan ekan. Qarg'u uni qamchi o'xshaydi deb xiyol qilib qo'liga olibdi va silab ko'rib beqib, siliq ham yumshoq qamchi ekan deb ko'ngli shod bo'libdi. Ular atlanib birer soat yo'l yurgandan keyin subihi yurib olam ro'shan bo'libdi. Qarg'uning yilonni ko'tarib olganligini ko'rgan hamrohi qattiq cho'chib ketib, "Hay birodar, qo'lingda zaharli ilon turdi. Uni darhol tashlag'in, bo'lmasa senga zarar yetkazib qo'ydi" debdi. Qarg'u hamrohimning bu qamchiga ko'zi tushgan o'xshaydi deb gumon qilib, "Hay aziz" debdi u. "Kishining baxti bilan kishining nima kori bor? Men qamchini yuturib qo'ygandim, sehiy Parvardigorim menga uningdan yaxshiroq qamchi ato qildi. Sana mutaliyang madad qilsa, yaxshi qamchidan birini tepib olarsan. Men sening afsuning bilan bu qamchini tashlab o'tadigan ahmoq emasman." "Hay birodar" debdi hamrohi kulib. "Men hamrohlik haqqini ado qilmoq uchun seni bu xatardan ogohlantirib qo'yyotaman. So'zimni anglab ilonni tashla." Qarg'uning achchig'i kelib uning shundoq debdi. "Bu qamchiga sen tama qilib olding nemancha? Anglag'inki har kimga haqdan yetar nesiva."
Sənzə mening qamchamga ko'z tikib, men tashlavatsam o'zing ilib olishni o'ylayapsan? Bu sening xam xiyoling. Menga g'oyib olamdan kelgan qamcha bu. Xalqning kuch ko'ritishi bilan qo'ldan beramanmi buni? Hargiz bermayman. Hamrohi uningga qancha nasihat qilgan bo'lsa-mu, qarg'u uning so'zini anglag'il unmabdi. Havo barbara qizishga boshlaganda yilonga salpal issiq o'tib midirlabdi. Yilon ko'zini ochib, o'zining bandga tushganligini ko'rib, qarg'uni chiqib o'ldiribdi. Bu misolni shuning uchun keltirdimki, senmi bu dunyoga ishonma va uning naqshliq yilonga o'xshaydigan suratiga aldanma. Uning postining yumshoqligini do'st tutqining bilan uning ichi halok qilg'uchi zahar bilan to'lgan qotildir. Hurmatli qarindoshlar, kanalımızga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanish uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklif kitobxonasi.